nima muammolaring bo'lsa bugun aytishlari kerak. Mana agentlikni boshlig'ida qo'lida sharoit bor, qaror bor, farmon bor, mablag' ham bor. Mablag' o'tiring, lekin respublikada mana 157 ta oliygohdan atiga 12 ta bitiruvchilar bilan loyiha qilib, bank krediti orqali 100 nafardan ortiq talabani tadbirkor qildi. Qolgan rektorlar qayerga qarab o'tiribdi? Nimaga oylik olayapti? Nimaga vijdoni bo'lsa 50% oyligini kassaga topshirmaydi davlatga, vijdonga? Vijdonimizdan qolmadi. Yana bir marta rektorlarni ogohlantiraman. 4-5 yil o'tirib talabani ishli qilmagan rektorlar lavozimida o'tirishga haqqi bormi, yo'qmi degan savol meni qiynaydi. Men ham institutda ishlaganman ko'p yil. Nimaga oliygohni bitirgan 100% bola ishli bo'lmaydi? Nimaga maktabda 11 yil o'qigan bola bitta tilni o'rganmaydi? Nimaga maktabda 11 yil o'qigan muallim, ta'lim, maktab direktori bitta kasbni o'rgatmaydi? Kim qiynaydi o'zini yangi O'zbekistonda?